Bugungi kunda Instagram tarmoqlarida hamma xohlagan mavzusini gapirayotganini guvohi bo'lamiz. Lekin shaxsan men bu narsani noto'g'ri deb hisoblayman. Hamma xohlagan narsasini emas, bilgan narsasini gapirish kerak. Har bitta sohani o'zini mutaxassisi gapirsa, bu to'g'ri bo'ladi. Hozir men sizlarga 3D modeling sohasida 8 yillik tajribam mobaynida qilgan natijalarimni aytib o'taman. Yuqoridagi fikrimga muvofiq 3D modeling haqida men gapirsam bo'ladimi yo'qmi? Sizlar shuni kommentga yozib ketinglar. Shu 8 yillik faoliyatim davomida 10 dan oshiq davlatlardan buyurtmalar qabul qilganman va ularni muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirganman. 3DDD marketplace'idagi natijalarimga keladigan bo'lsak, bu ekraningizda ko'rib turgan akkauntinglar meni eng katta va asosiy akkauntim hisoblanadi. Bu Keravl akkaunti. Bu 3DDD saytidagi ko'k yulduz, ya'ni 30,000 plus savdo qilgan akkauntim hisoblanadi. Mana bu ko'rib turgan akkauntinglar bo'lsa, men ishlaydigan proyekt hisoblanadi. Bu proyektda Rossiyaning Imperium Loft saytidagi modellarni 3D model holatiga keltirib joylab boramiz. Va bu akkauntdagi natijamiz ko'rib turganingizdek tilla toshiga chiqilgan. Bu degani 16,000 plus sotuv qilingan. Navbatdagi akkaunt bu mani portfolio akkauntim hisoblanadi va men bu yerda brilliant toshiga chiqqanman. Bu degani 5,000 plus sotuv qilingan. Umumiy hisobda ko'rib turganingizdek 3DDD saytiga taxminan 12-13 mingta model yuklab 50,000 plus sotuv qilganmiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun natijalarning bir qismi bilan kifoyalandik. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. 3D modeling sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishingizni esingizdan chiqarmang.